Assalomu alaykum. Bu Davron Xonobod olib kelgan bo'rzini bolasi. Bolasi. Uni onasini Qozog'istondan olib kelgansiz. Buni onasini Qozog'istonda olib keldim. Qozog'istonda o'sha nima o'sha yili o'sha biyaga qo'yib o'sha biz olgan biyaga qo'yuvdi. 2019 olib keldik buni. 2020-yil biza may oyida bu tug'ildi. 2020-yil may oyida tug'ildi bu. 2020-yil may oyida. 5 ga to'libdi-da jonivor. 5 ga to'ldi. Oltini o'tini yeyapti. Ha, shunday. Bo'yi biri 76 o'lchaganimizga chiqdi, 176 xolkadan. Eksteriyerida xudo xolasa mashalloh kamchiligi yo'q. Kaft aylanasi ham ingichka ham emas, o'ta qalin ham emas. Buni mushaklari juda yaxshi rivojlanadi. Bayagi qonda nima borda baribir skakovoy bo'lgani uchun qon tomirlari ko'rinib turadi mana shunday. Xudo xolasa yoshini oldirish kerak, ehtiyot qilish kerak. Birinchisi, endi 5 yoshga to'libdi-ku. 5 yoshga to'lgandan keyin ot yollarini o'ng tarafga olish kerak. Ha, o'ngga olish kerak. Ha, bizda urf odat O'rta Osiyoda yilqichilikda mana shu yollari o'ng tarafga olingan. Dumlarini me'yordan oshiqcha qirqish kerak emas. 2-3 yoshdan keyin yo'lini qirqish kerak emas. Yigit bo'ldimi? Mana shu narsalarga e'tibor berilsa, yilqida ham hayo bo'ladi. Bu farosatli jonivorda bu. Shuning uchun yo'l 3 yoshdan keyin teginilmasin. Dumni me'yordan oshiqcha qirqma. Albatta pardoz andoz qilish kerak, lekin dum qurol ekanligini esdan chiqarish kerak emas. Qulunligida qirqib, to'g'rilab, pishirib 3 yoshgacha qirqish kerak mumkin. 3 yoshgacha yo'lini qirqsa bo'ladi. Dumi bilan ishlasa bo'ladi. Undan keyin dumni pavorot vositasini bajaradi. Samolyot qanaqa katta samolyot. Dumida shunchagina narsasi bor. Shuni shunday qilsa o'ngga buriladi, shunday qilsa chapga buriladi. Alloh xotining qudrati bilan otni dumi ham xuddi samolyotda o'sha qanotiga o'xshagan narsa. Otni burilishlarida muvozanatini saqlash uchun dum ishlaydi. Shuning uchun bu narsaga juda diqqatli bo'lish kerak. Mashalloh, barakalloh. Jonivor yaxshi ot bo'lsin, tulpor bo'lsin.